Gaplarda aytmasam bo'lmaydi. Peshanamni devorga urib yoraymi, yerga urib yoraymi qilib o'tiribman hozir. Ayrimlar to'pda turadi deb aytgan psixologlarni konsultatsiyalari narxini ko'rib, yaqam ushab, ko'zim katta-katta bo'lib o'tiribdi. Agar meni taniganlar eslaganlar bo'lsa, Zirapcha loyihasida menga 2 marta imkoniyat berilgan. Hech qaysi bir qizga 2 marta imkoniyat berilmagan qatnashishga. Zirapcha loyihasida 8 yil oldin qatnashib, aynan meni hayotga qaytarib, hayotda nimalarnidir tushunib qolishimga psixologlar sababchi bo'lgan. Va bu ishonchimdan keyin 8 yil bo'lgan bo'lsa, mana 8 yildan beri psixologiya sohasida o'z ustimda ishlab kelaman va hozirgi yo'nalishim marketing. Men nima demoqchiman? Siz insonlarni yoki mutaxassislarni qoralab turib, keyin ichiga reklamangizni tiqmang. Bu marketing sohasida skritaya reklama deb ataladi, ya'ni yashirin reklama. Bu televideniyada juda ham urf olgan. Ya'ni kinoni ichida ichib, yeb mahsulotlarni ko'rgan bo'lsanglar, reklama qilib o'tib ketishadi. Bu yashirin reklama deyiladi. Inson o'zi bilmagan holda o'sha narsani sotib oladi. To'g'ridan to'g'ri reklama bo'lsa, kinoni o'rtasida paq etib reklama chiqib keladi. Siz hozir eng zo'r reklama usulidan foydalangansiz, ya'ni skritay reklamadan foydalangansiz. Lekin mutaxassislarni qoralab turib, ularni ya'ni qoralab turib, siz o'zingizni Telegram kanalingizni ichida reklama qilib o'tib ketyapsiz. Nargiz Sattarovaning 2 soatlik konsultatsiyasi 10 million so'm ekan, shogirdiniki 200 dollar ekan. Bandasini oyog'ini tagida xor-xas bo'lib, ularning cho'ntagini boyitib o'tiribmiz. Men mana shu kitoblarni o'qib, Telegram kanalimga audio qilib tashab qo'yapman. Mutaxassislarni yoniga bormanglar deyapsiz-da, palon pul ekan deyapsiz-da. Keyin orqasidan o'zingiz tanigan, bilgan mutaxassislarni reklama qilib o'tib ketyapsiz. Mana Shoira Isakova, Facebookdan qidirsangiz topasiz shu ayol. Har bitta mutaxassis o'zini darajasida kimgadir yordam bera oladi. Ozgina bo'lsa ham. Agar hozir chalasavod psixologlar ko'payib, haqiqiy mutaxassislar kamayib ketdi deb farqlamayotgan bo'lsangiz, men sizni haqiqiy mutaxassisni efiriga taklif qilaman. 20:30 da har kuni hozirgi paytda efir ketyapti. Haqiqiy ilmga ega, professional darajada, ko'p yillik tajribaga ega haqiqiy mutaxassis qanaqa bo'lishini efirga kirib o'zingiz bilib olishingiz mumkin. Agar ayollar, mana kuzatib turgan ayollar o'zinglar uchun qanaqadir ilmga ega bo'lishni xohlasanglar, shunchaki efirga kiringlar, o'zinglar uchun xulosa olib olasiz.